Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Roundup Starter kitobidan 3-darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz numbers, ya'ni raqamlar mavzusi. Demak, bugun ingliz tilidagi raqamlar, ularning turlarini ko'rib chiqamiz. Demak, ingliz tili grammatikasida raqamlar ikki turga bo'linadi. Cardinal numbers, ya'ni sanoq sonlar bugun o'tadigan mavzuyimiz va ordinal numbers, tartib sonlar. Sizda savol tug'ilishi mumkin, sanoq sonlar bilan tartib sonlarning farqi nima deb. Buni o'zbek tilida ham bilishimiz kerak. Albatta, demak, sanoq sonlarga biz odatda ishlatadigan 1, 2, 3 va hokazo demak sanoq sonlarimiz. Ya'ni tartib sonlar qanday bo'ladi desak, buni tartiblab chiqqandagi raqamlar, ya'ni birinchi, demak ikkinchi va hokazo qilib ketadigan, demak shuni demak tartib sonlar deyiladi. Demak, biz bugun cardinal numbers, ya'ni sanoq sonlarni ko'rib chiqamiz. Demak, ular qanday bo'ladi? Demak, demak 3 ustun qildim. Demak, birinchisida raqamlar, ikkinchisida ingliz tilida yozilishi va o'qilishi. Demak, 0 dan boshlanadi. 0, demak 0 yozilgan, 0 o'qiladi. Demak, 1 1 bo'ladi, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10. Xo'p. 11 11, 12 12, 13 14. Demak, e'tibor berishimiz kerak. Mana shu 13 dan boshlab 19 gacha bo'lgan sonlarga tin qo'shimchasi qo'shib ketiladi. Mana bu yerga ham yozib qo'yganman. Demak, o'qilishiga tin qo'shimchasi qo'shib ketamiz. Demak, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Demak, 20 20 bo'lar ekan, yoki biz uni haqiqiy inglizlarga o'xshab 20 deyishimiz mumkin. 20 20 20 desak ham demak to'g'ri bo'ladi. Xo'p, endi o'nliklar. Demak, endi biz faqat o'nliklarni o'rganamiz, ya'ni 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 deyishni. Xo'p, demak 20 20, 30 30, xo'p 40 40, 50 50, 60 60, 70 70, 80 80, xo'p 90 90 bo'ladi. 100 100 bo'lar ekan. Xo'p, endi nimaga biz mana bu orasidagi raqamlarni o'rganmadik? Masalan, 21, 32, 33, 35, 47 va hokazo raqamlarni nimaga ko'rmadik? O'nliklarni o'rgandik deyishingiz mumkin. Bu juda ham o'rinli savol. Biz bularni birlash orqali bular demak biz hozirgi raqamlarni bemalol ko'rib chiqsak bo'ladi. Ya'ni biz 21 ni o'rganmadik, nimaga? Lekin 20 deyishni o'rgandik, to'g'rimi? Tepada 20 ni ko'rgandik. 20 20 edi, to'g'rimi? 20. Endi 1 ni ham o'rgandik, to'g'rimi? Demak, 1 bizda 1 bo'lgandi, mana. Xo'p, endi biz 21 deyish uchun mana bu qoidaga asoslangan ekanmiz. O'nlik qo'shilgan birlik, ya'ni o'nlikni 20 deymiz, birlikni 1 deymiz. 21, 21. 35 deyish uchun demak 30 ni olar ekanmiz va 5 ni qo'shib qo'yar ekanmiz tepadagi. 35. 48 demoqchi bo'lsak 48. 67 bo'lsak 60 va 7 ni chiziqcha bilan ajratib yozib qo'ysak bo'ldi ekan. 99 demoqchimiz. Demak, 90 mana bizga yaqinroq turibdi. 90 turibdi. 99 demoqchi bo'lsak 99, 99. Hop, endi yuzliklarni o'rganamiz. Yuzliklar 100 ekan. Ya'ni 100 degani 100 degani. 1 degani 100. Endi 2200 demoqchi bo'lsak 200 deymiz. 2 ga almashtirib qo'ysak bo'ldi. 300 300, 500 500, demak 900 900. Demak, orasidagilarda demak o'zimiz ko'rgan olamiz. Xo'p, misollar. Demak, endi bitta biz bilishimiz kerak bo'lgan muhim qoida yuzliklar va birliklar.
va birliklar o'rtasiga ingliz tilidagi and so'zi bilan ajratiladi. And so'zi bilan ajratiladi. Bu nima degani? Demak, 100 bu yerda demak, yuzliklar va birliklar, o'nliklar ham kiradi. Birliklar drop qilib o'nliklar deb qo'yaman. O'nliklar and bilan ajratiladi. Xo'p, bu nima degani? Demak, yuzliklar va birliklar bilan o'nliklarning orasiga and qo'yib qo'yar ekanmiz. E'tibor bersalaring, mana 100 bu yuzlik, to'g'rimi? Endi 25 bu o'nlik. Demak, yuzlik va o'nlikning orasini and bilan ajratyapmiz. 125 125 derkanmiz. 347 300, demak bu yuzlik, 300. Endi bu yoqda 47 bizda o'nlik va o'rtasini and bilan ajratishimiz kerak ekan. 347 999 demoqchi bo'lsak, 900, men 900 deymiz avvaliga. Xo'p, bu yuzlik va bu yoqda 99. Demak, bu o'nlik. O'nlikning o'rtasini biz and bilan ajratamiz. Demak, buni bu yerga ham yozishimiz mumkin. Masalan, deylik 805 demoqchiman men. Misol uchun 805 demoqchiman. 805. Demak, 805 deyish uchun birinchi 800 deb olamiz. 800 deyish uchun birinchi 8 va 100 deyman, tepada o'rgandik. 8 bizda 8. Endi 100 deb olaman, 100. 800. Endi orasini and bilan ajrataman. And endi 5 deyman. 500, yo'q, uzr, 805. 805. Demak, raqami bo'ldi. Tushundinglar deb o'ylayman. Buni end bilan ajratganligimizni ham, demak, qizga olib qo'yaman. Demak, mingliklar. Ming degani bu 1000 bo'lar ekan. 1000. Demak, o'qilishini ham yozib qo'yaman. 1000. Demak, 1000. Demak, 1000. 2000, 2000. 10,000, 10,000. Demak, 100,000. 100,000. 1 million, 1 million. Demak, misollarda ko'ramiz. Demak, 1245 demoqchi bo'lsak, demak, tepada aytganimizdek, mana bu yerda yuzliklar va birliklar, o'nliklar and bilan ajratiladi dedik. Lekin mingliklar orasi yuzliklar bilan ajratilmaydi. Demak, mana bu yerda 1000, ya'ni 1000 deb turib o'rtasiga and qo'ymas ekanmiz. 1000, endi 1000 deb turib endi 245 ni aytamiz. 245 ni tepada aytishni o'rgandik. 200 and 45. Xo'p, 15000 680. 15,000 olamiz. 15000, ya'ni 15 ni birinchi aytib olamiz. 15 mana 15. Endi 1000 deymiz. 1000. Demak, 15000, endi 680 aytishimiz kerak. 680. Demak, 680. Demak, 250,000, 250,000. Demak, 1 million 500,000 deyish uchun 1 million 500,000 ekanmiz. Demak, raqamlar endi qayerda ishlatiladi bizda? Yana telefon raqamlari orqali ham, demak, bilishimiz kerak. Odatda bizda o'zbek tilida 99lik, 123, 45, 67 deb aytamiz o'zbek tilida. To'g'rimi? Lekin ingliz tilida biroz boshqacha. Odatda ular ingliz tilida bitta alohida aytishadi. Ya'ni bu yerda shuni pastga tushirib olaman. Demak, bitta aytilarkan. Masalan, biz 998 deb o'tirgan vaqtimizda ular bitta 998 qilib sanashar ekan. 998, mana 998, endi 90 deyapmiz. 90 ni ular 90 deyapti. 9 va 0 deyapti. Demak, 123 ni 1 2 3 1 2 3 deyapti. Demak, 45 4 5, demak 67 6 7.
Demak, shunday qilib o'zingizning nomeringizni ham yozib aytishga harakat qilib ko'ring. Xo'p, yillar o'qilishi. Yillar odatda alohida sanaladi. Ya'ni raqam bo'lib ishlaganda biz to'liq aytamiz 1995 deb. Lekin uni biz yillar kesimida ishlatganimizda alohida ikkiga bo'lib olib ishlatsak bo'lar ekan. Xuddi mana 1995 qilgandik. 19 endi bu tomoni 95 qoldi. 95. Demak 2005 demak 2026 ham uni 26 desak bo'ladi. 2026. Hozir qaysi yildamiz? 2026. Ya'ni yillarni nazarda tutib aytganimizda 2026 deb aytar ekanmiz. Demak, juda ham muhim eslatma sizlar uchun. Demak, 13 dan 19 gacha bo'lgan sonlarni teen bilan tugatamiz. Mana 13, 14, 15 qilib yuqorida men sizlarga ko'rsatib o'tdim. Xo'p, 20, 30, 40 ya'ni 10lilar t bilan tugaydi. T bilan tugagani 20, 30, 40. Demak, juda ham ko'p uchrab turadigan xatolar bu o'quvchilarda. 30 bilan 13 ni adashtirib qo'yishadi talaffuzda ham. Demak, 13 13 30 esa 30 tin t e'tibor beringlar. Demak, sizlarga vazifa beraman. Videoni pauza qilib mana shu raqamlarni demak ingliz tilida yozib ko'ringlar. Vaqt ketdi. Demak, davom ettiramiz. Mana bu javoblari. Tekshirib olasizlar. Xo'p, endi kitobimizga qaytamiz. Kitobimizda demak birinchi mashqda listen and repeat deyapti. Listen and repeat demak eshitib takrorlar ekanmiz. Buni 15-unit, ya'ni 15-audio 15-audiodan eshitib takrorlar ekanmiz. Demak, 15-unit qayerdan topasizlar? Demak, Telegramda yozib qo'yganman. Agarda topa olmasalaringiz Telegramga o'tib turib, demak, yozamiz round up all audios chiqib keldi mana. Florida Challenge. Shunga qo'shilib olsalaringiz, mana round up 0-sini shu yerdan topasizlar. Qo'shilib olasiz. Demak, mana shu yerda 15-audioni topib eshitasiz. 15-audio shu yerda joylashgan. Demak, qidirishda o'rganib oldinglar deb o'ylayman. Xo'p, agarda undan ham topa olmasalaring, demak, YouTube kanalimga o'tib turib, demak, asosiy sahifani demak, biosiga qarasalaring, mana bu yerda Roundup All Audios deb Telegram kanal manzilini qo'yganman. Shunga bossangiz, demak, to'g'ridan-to'g'ri o'tib borasiz. Mana hozirgi joyga tushdik yana. Xo'p. Demak, bularni yodlab olamiz. Hozirga aytgandek, endi write the numbers deb raqamlarni yozar ekanmiz. Demak, mana bu yerga yozilishlarini yozib chiqamiz hammasini. Xo'p, keyin 16 ham xuddi shunaqa listen and repeat eshitib orqasidan qaytaramiz. Xo'p, bunda ham 17 da ham xuddi shunaqa ekan listen and repeat. Ularda takrorlaymiz 100 gacha. Xo'p, help the bee go home, ya'ni asalarni uyga borishga yordam bering deyapti. Write the missing numbers, ya'ni tushib qolgan raqamlarni yozib chiqar ekanmiz. Mana asalari qayerga yetgan bo'lsa, mana bulutchalarning ichiga, mana bu joylarga yozib chiqar ekanmiz nechalar raqamlarda. Necha kelgan bo'lsa. Xo'p, write out the numbers. Demak, raqamlarni mana bu ko'rinishda harflar bilan yozar ekanmiz. 63 ni 63 deb yozib qo'yibdi. Endi biz mana bu yerga o'rganganimiz bo'yicha 47 ni 55, 82 yozib chiqamiz. Xo'p, find the numbers deyapti. Student A say a number, student B say the number after it. Ya'ni siz bilan o'yin o'ynashimiz kerak ekan. Ya'ni A student bir raqam aytadi, B student, undan keyingi student esa demak, she'riga aytgan raqamni keyingisini aytadi. Undan keyin keladigan raqamni. Masalan, 11 debdi, 11. Undan keyingisi 12 deyapti. Xo'p, men sizga bitta ikkita raqamlar aytaman. Mendan keyin men aytgan raqamdan keyin keladigan raqamni aytishga harakat qilib ko'rasiz. Misol uchun men 7 desam, siz 8 deyishingiz kerak. 15 desam, siz 16 deyishingiz kerak va hokazo. Xo'p, men aytaman, siz aytishga harakat qilib ko'rasiz. Javobini o'zim sizga aytaman.
Xo'p, 19. Juda ham to'g'ri. Siz 20 deyishingiz kerak edi. Xo'p, yana bir bor aytaman. Xo'p, 23. 23 yoki. Juda ham to'g'ri. 24 deyishingiz kerak. Xo'p, mavzuyimiz shu joyda tugarkan. Demak, mashqlarni bajaramiz. Raqamlarni o'rganib olamiz va har bir yurgan qadamimizda raqamlarni sanab yuramiz. Demak, bugungi mavzuyimiz tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Mana bu dars ish rejasini Telegram guruhimizga tashlab beraman. Demak, bemalol buni ham ishlatsalaring bo'ladi. Barchaga kattakon rahmat. Demak, videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling. Video ostida fikrlaringizni qoldiring. Barchaga kattakon rahmat. Salomat bo'ling.